Sizga kimdir telefon qilganda, telefoningizni o'zi kim telefon qilayotganini aytib turadigan bo'lishini istaysizmi? Hozir sizga shuni o'rgataman. Celul Murat sizga Luiza telefon kil yaptı. Celul Murat sizga Luiza telefon kil yaptı. Videoni oxirigacha ko'ring. Agarda videoim foydali bo'lsa, bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi foydali videolarimni ham ko'rib borasiz. Buning uchun Play Marketga kirib, Speak Who is Calling deb qidirib, mana shu ilovani yuklab olasiz va ilovaga kirib, Google Speech'ni tanlab, kerakli ruxsatlarni berib, birinchisini yoqib, bu yerdan Speak Who is Callingni topib, bildirishnomalarga ruxsat berasiz. Bu yerdan chiqib, yuqoridagi 3 nuqtani bosib, Speech Settingsga kirib, Basa Sundani bosib, bu yerdagi tillardan Turkiyani tanlab qo'yasiz. Pastdagi kodni bosib, mana shu kodga almashtirib qo'yasiz va bu yerdan chiqib ketasiz. Va yana yuqoridagi 3 nuqtani bosib, Call Settingsga kirib, avval aytiladigan gapni va keyin aytiladigan gapni yozib kiritib, pastdagi plus belgisini bosib, necha marta takrorlanishini belgilab, bularni 1 soniyadan qilib belgilab qo'yasiz va ilovadan chiqib ketasiz, bo'ldi.